Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Mana sal qattiqroq turimiz beruvdik, mana bu yoqdan tezroq kelib qoldi akamiz. Yaxshi. Qattiq bo'lmadi-yu, lekin tagi biroz kirdi, mana bu joyi puchadi. Xudoga shukr, paralari sinmadi lekin. Mana voqea joyi dedik-ku. Prosta mashinada qizim bor edi-da. Qizim qo'rqib ketib qoldi. Qizim, ayolim bor edi. Shundan cho'chidim. Mayli, mashina. Hozir endi ammo buni mashinasi xato bo'ldi biroz. Bizniki unchalik emas. Bir kuni Dubai nomer, Saudiya nomer farqlari haqida gaplashgan edik. Mana yana bitta Saudiya nomerni afzalligiga, agar Saudiya nomer bo'lsa, najm bor. Ana shu najm orqali, ya'ni sug'urta kompaniyasi qilib beradi. Xo'p, mana mashinaning ahvoli. Biz orqamizdan kelib urgan. Karnivalda meni oldimda mashina tezroq chiqib qoldi. Ilojiga to'xtadim, meni kelib urdi. Mana shunaqa holat bo'ldi. Sug'urtani Saudiyada turib qilib bo'lmaydi. Chunki oldingi safar ham shunaqa bo'lganda hech qanaqa to'lab bermagan hech kim hech qayerga. O'shuning uchun mana Saudiya nomer bo'lsa agar mashinangiz mana shunaqa holatlarda sug'urta to'liq to'lab beradi. Endi hozir bilmayman, ayb unda bo'ldi. Biznikini ham qilib beradimi, yo'qmi? Bu Dubai nomerga qanaqa shart-sharoit bo'ladi, ochig'i bilmayman. Mashinasini olib ketyapti. Xulosa shu. Mana Dubai nomerda foydasi. Saudiya nomerga qilib beradi. Ya'ni unikini to'g'rilab beradi. Bizgini ham to'g'rilashlikni yo'li bor ekan. Hozir guruhga yozganidan bir aka chiroyli qilib tushuntirib berishdan Alloh rozi bo'lsin. Endi baribir hozir ancha orqasidan yugurish kerak ekan uni ham. O'shuning uchun tinchgina o'zimiz qilaveramiz endi, xudo xolisa.